Yettinchi sinf algebra bir noma'lumli chiziqli tenglamalar mavzusini boshlaymiz. Bugundan 97 bet birinchi mashq. Telegramda kanalimiz adresi bu. Tenglamalardan qaysilari chiziqli tenglama bo'la oladi? Xo'sh, chiziqli tenglama bo'lishi uchun tenglamadagi bu daraja 1 bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Ax teng bx shaklida. Mana как раз bu a 5 ga teng, bu x, bu b ga teng, to'g'rimi? Bularni ham ixchamlab shu holatlarga keltirish mumkin bo'lsa, demak birinchi chiziqli deyiladi. Nimaga? O'zi agar undan keyingisi nima? Kvadrat tenglama bo'ladi. Undan keyingisi kubik tenglama deyiladi. Ya'ni birinchi daraja bo'lsa chiziqli tenglama deyiladi. Demak birinchisi chiziqli tenglama, to'g'rimi? Chunki darajasi 1. Ya'ni kvadrat emas, kub emas. Demak, mana birinchisi chiziqli tenglama ekan. Ikkinchisi bu ham xuddi shunday, daraja 1 ga teng. Demak, ikkinchisi ham mana chiziqli tenglama. Endi uchinchisi chiziqli tenglama emas. Nimaga? Buni hozir ikkala tomon x ga ko'paytirib yuborsak, ya'ni bu mahrajdan qutulish uchun 4 teng 2x kvadrat bo'ladi. Endi kvadrat bo'lyaptimi? Demak, bu chiziqli tenglama emas. Demak, uchinchisi kvadrat tenglama chiziqli tenglama bo'la olmaydi. To'rtinchisi, bu davriy kasr bo'lsa ham, lekin baribir son va daraja 1 ga teng bu yerda. Demak, bu ham chiziqli tenglama bo'ladi. Beshinchisi, bu ham chiziqli tenglamani x ning darajasi 1. Yetsa yana bitta javob chiqadi. Yana chiziqli tenglamani bitta nimasi nima? Ya'ni agar yo cheksiz ko'p yechim bo'ladi, yo yechim bo'lmaydi va agar yechimi bo'lsa faqat bitta bo'ladi. Shundan ham bilsak bo'ladi. Lekin kvadrat tenglamalarda agar yechim bo'lsa, ikkita bo'lishi mumkin. Va oltinchisi, bu ham chiziqli, chunki darajasi 1. Mana ax teng b ko'rinishda turibdi o'zi. Demak, bu yerda demak 6 tadan bitta uchinchisi chiziqli tenglama emas ekan, qolganlari hammasi chiziqli tenglama ekan. Faqat to'q mashqlar YouTube'dagi Hikmat kanaliga va Telegramdagi Algebra 7 yechim kanaliga qo'yib boriladi. Agar siz juft plus toq, ya'ni to'liq kitob yechimini xohlasangiz, Telegramdagi pullik kanalga ulanishni maslahat beramiz. 1 yillik obuna narxi bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. 2025-yil holatida bu 206 mingni tashkil qiladi. 1 yilga 206 ming. Agar siz oylik ulanishni xohlasangiz, 1 oyga bazaviy hisoblash miqdorining 10 dan 1 ga teng. 2025-yil holatida bu 41.200 so'mni tashkil qiladi. 1 oyga 41.200. Bog'lanish uchun Telegramda quyidagi adresga yozing. 7-sinf algebra bir noma'lumli chiziqli tenglamalar mavzusi 98-bet 3-mashq. Telegramdagi kanalimiz adresi bu. Tenglamani yeching deyapti. Bu tenglamalar hammasi oddiy tenglamalar. Nimaga? Ax teng b ko'rinishda hammasini topish uchun, demak, b ni a ga bo'lamiz xolos. Ya'ni ana bu yerda masalan -6 ni 2 ga bo'lamiz. Ya'ni ikkala tomonni bilsak, tenglamani yechish uchun ikkala tomonni bir songa ko'paytirsak ham, bo'lsak ham, ayirsak ham, qo'shsak ham tenglamani ildizi o'zgarmaydi, to'g'rimi? Ya'ni bunda ikkala tomonni 2 ga bo'lsak, bu 2 ga bo'linib ketsa bu 1 bo'ladi. 1 bo'lganda yozilmaydi, bilamiz, x qoladi. 2 ga bo'lsak, bu yerda x teng -3 bo'ladi. Tushundingmi? Bu yerda ikkala tomonni 3 ga bo'lib yuboramiz. Shunda bu yerda x teng -4 qoladi. Bu yerdachi ikkala tomonni 6 ga bo'lib yuborsak, bu yerda x teng -5 bo'ladi. Bu yerdachi ikkala tomonni 8 ga bo'lsak, x teng -9 bo'ladi. Bu yerda ikkala tomonni -9 ga bo'lsak, x teng -4 bo'ladi. E'tibor bersak, masalan, mana shunikiniki x -4 ni shu yerga qo'yib ko'rib tekshirishimiz mumkin. -4 kira -9 36 bo'ladi. Ikkita minus bo'ladi. 9 kira 4 36. Xuddi shunday masalan, birinchisi -3 mi? Ko'paytirsak 2 kira -3 -6. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. To'g'ri yechdikmi yo'qmi? Xo'sh, 6-inchisi ikkala tomonni -7 ga bo'lsak, x teng 2 bo'ladi. Bu yerdachi ikkala tomonni 3 ga bo'lsak, x teng 0.1 bo'ladi. Tekshirib ko'rsak, 0.1 ni 3 ga, bilamiz 0.1 ga bo'lganda vergul tomonga siljiydi bittadan 0.3. Buchi -5 ga bo'lsak ikkala tomonni x teng 0.3 bo'ladi. Tekshirib ko'rsak, 0.3 3 kira 5 15, minus turibdi. Vergul bitta siljiydi, 0.3 bo'lganiga -1.5 bo'ladi. Demak, to'g'ri yechimimiz. 7-sinf algebra bir noma'lumli chiziqli tenglamalar mavzusi 98-bet 5-mashq. Telegramdagi kanalimiz adresi bu. Xo'sh, tenglamaning ildizini toping deyapti. Bu tenglamalar ham hammasi o'sha avval yechganimizdek oddiygina. Ana bu sonni bunga bo'lamiz va javobi kelib chiqadi. Chunki ax teng b ko'rinishidagi hamma tenglamalar bilan x teng b taqsim a bo'ladi. Bu yerda 12 ni -1,5 ga bo'lsak, x teng 8 bo'ladi. Ya'ni minus bilan minus plus bo'lib ketadi. 12 ni 1,5 ga bo'lsak 8 chiqadi. Bu yerdachi
-42 ni 6/5 ga bo'lish kerak. Bo'lish degani 2 ga ko'paytirib 6/5 ga bo'lish 2 ga ko'paytirish degani, to'g'rimi? Aslida borku, masalan, shu hammasida shu oldiga bo'lishni o'rganib oldik-a. Endi misolga qarab turib, yana osonroq usulni o'zingiz o'ylab topaverasiz. Masalan, bu yerda yarimni ikkala tomonni 2 ga ko'paytirsak bu 1 bo'ladi, ya'ni x bo'ladi. Bu yerda -84 bo'ladi. Aslida shu javob chiqadi. Masalan, -42 ni 6/5 ga bo'lsak, -84 chiqadi. Bu yerda masalan 7 ni 2 ga bo'lish kerak, ha? Ya'ni ikkala tomon 2 ga bo'lsak ham shu narsa 7 taqsim 2. Bu yerda ikkala tomon 6 ga bo'lsak, -9 taqsim 6 bo'ladi, to'g'rimi? 3 ga qisqartirsak -3 taqsim 2 bo'ladi. 3 ga yoki ana e'tibor bering. Birinchi 3 ga bo'lib yubordik. Bu yerda 2 qoldi, bu yerda 3 qoldi. Keyin 2 ga bo'ldik. -3 taqsim 2. Bu yerdachi ikkala tomonni 7 ga bo'ldik. X teng 15 taqsim 7. Xo'sh, bu yerdachi ana, masalan, ana bu yerda ikkala tomonni 0.1 ga bo'lish kerak, ha? Lekin ikkala tomonni 10 ga ko'paytirsak osonroq. Bu yerda x bo'lib qoladi, bu yerda -2 bo'ladi. Tushundik-a? Xo'sh, 7-si. Ana bu yerda ham, masalan, agar avval ikkala tomonni 100 ga ko'paytirsak, bu yerda 4 bo'ladi, bu yerda 40 bo'ladi. To'g'rimi? Keyin 40 ni 4 ga bo'lsak, x teng 10 bo'ladi. Osonroq chiqadi. Ya'ni 0.4 ni 0.4 ga bo'lsak ham chiqaveradi. Endi og'zaki bajarmoqchi bo'lsak, shunday qilsak yaxshiroq. Buni vergulni ikkita siljitdikmi? Buni ham vergulni ikkita siljitamiz. Bu 40 bo'ladi, bu 4 bo'ladi. 40 ni 4 ga bo'lamiz, keyin 10 chiqadi. Xo'sh, bu yerdachi? Masalan, ikkala tomonni 4 ga ko'paytirsak, bu mana bu x ni o'zi qoladi. Bu yerda -28 qoladi. 7-sinf algebra, bir noma'lumlar chiziqli tenglamalar mavzusi, 98-bet 7-mashq. Telegramdagi kanalimiz adresi bu. Bir noma'lumlar chiziqli tenglamani ko'rinishga keltiring deyapti va ildizini aniqlang. Xo'sh, bu shart berilgan. Avval bu yozuv shaklidagi, tekst shaklidagi, demak, tenglama shaklida, algebraik shaklda yozamiz va uni keyin yechamiz. Masalan, 47 soni x dan 19 dan ortiq. Bu nima degani? 47 teng x plus 19 degani. Ya'ni ana x dan 19 da oshirsak 47 ga teng bo'lar ekan ana. Endi buni yechish uchun 19 bu tomonga minus bo'lib o'tadi. 47 dan 19 ni ayirsak x teng 28 bo'ladi. Bu yerdachi 75 soni, 75 teng x dan 15 marta ortiq. Demak, x ni 15 ga ko'paytirsak, o'sha 75 soniga teng bo'lar ekan. Endi ikkala tomonni 15 ga bo'lib yuborsak, x teng 5 bo'ladi. Bu yerdachi x soni 76 dan 19 da kam. Mana x teng 76 minus 19. Demak, buni hisoblaymiz, xolos x teng 57. Bu yerda x soni 76 dan 19 marta kam deyapti endi. Endi nima qilamiz? Bo'lamiz. 76 ni 19 ga bo'lganda x soni kelib chiqar ekan. Shuni x ni topsak, demak, 4 bo'ladi. Ya'ni 76 ni 19 ga bo'lsak. Endi y va 15 sonlari yig'indisining ikkilangani 50 ga teng deyapti. Ana. Y va 15, ana sonlar yig'indisining ikkilangan degani 2 ga ko'paytirilgani. 2 ga ko'paytirilgani 50 ga teng. Tushundik-a? Endi yechsak, ikkala tomon 2 ga bo'lib yuborsak, bu 25 bo'ladi. Bu 15 bu tomonga minus bo'lib o'tsa, demak 25 dan 15 ni ayirsak, y teng 10 bo'ladi. Xo'sh, bu yerdachi? Y va 47 sonlar ayirmasining, qarang, y va 47 ni ayirmasining 5 dan 4 qismi, ana 5 dan 4 qismi 64 ga teng. Tushundik-a? Endi yechsak, avval ikkala tomonni 4 ga bo'lib yuborsak, bu yerda 4 ketsa, bu yerda 16 qoladi. Keyin ikkala tomonni 5 ga ko'paytirib yuborsak, 5 kara 10, bu yerda 16 qoladi. Ko'paytirsak 80. Endi 47 bu tomonga plus bo'lib o'tadi. 80 ga 47 ni qo'shsak, 127. Tushundik-a? Og'zaki bajaryapmiz, oson chunki. Xo'sh, 7-si. Endi joy qolmaganiga pastga yozamiz. X va 9 sonlar ayirmasining uchlangani, qarang, x va 9 sonlarning ayirmasining uchlangani 3 ga ko'paytirilgani 10 keyinchi x va 11 sonlari yig'indisining, ana x va 11 sonlari yig'indisining ikkilanganiga teng, ana 2 ga ko'paytirilganiga. Endi o'sib chiqamiz. 3 kara x 3x, 3 kara 9 27, 2 kara x 2x, 2 kara 11 22. Endi 2x bu tomonga minus bo'lib o'tsa, x ni o'zi qoladi, to'g'rimi? X bu 27 bu tomonga plus bo'lib o'tsa, 22 ga 27 ni qo'shsak 49 chiqadi. Demak, x teng 49 ekan. Xo'sh, 8 endi. X sonining 3 dan 1 va 4 dan 1 qismlarining yig'indisi 14 ga teng. Ya'ni qarang, 3 dan 1 bo'lsa, 3 dan x plus 4 dan 1 qismi, x ning 4 dan 1 x ana. Ya'ni 1 bo'lganiga yozmadik. Agar 2 yoki 3 bo'lsa yozardik, masalan, boshqa.
yig'indisi deyapti. Mana bir to'rtdan bir qismlarning yig'indisi ana plus 14 ga teng. Endi buni yechamiz. Ikkala tomon 12 ga ko'paytirib yuborsak, demak 12 bilan 3 qisqarsa bu yerda 4x bo'ladi. Bu yerda 12 bilan 4 qisqarsa bu yerda 3x bo'ladi. Teng 14 kara 12 ni o'zini yozib qo'yamiz hozir ko'paytirilgan. Chunki biz hozir yana bo'lamizda. Xo'sh, 4 ga 3 ni qo'shsak 7x, ikkala tomonni 7 ga bo'lib yuborsak, x teng, qarang 14 bilan 7 bo'linganda 2 qoladi. 2 kara 12 24 qoladi. X teng 24. 7-sinf algebra, bir noma'lum chiziqli tenglamalar mavzusi, 100-bet 9-mashq. Bu Telegramdagi kanalimizning adresi. Ildizi 7 minus 4 1 minus 10 bo'lgan tenglamalar tuzing deyapti. Xo'sh, endi eng osoni x teng birinchisi 7 bo'lsin. X teng 7 deymiz. Endi 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirsak 2x teng 14 bo'ladi. Shuni ildizi x teng 7. Nimaga? Chunki o'zi x teng 7 dan boshlab 2 ga ko'paytirdik. Bunisini endi x teng minus 4 deymiz. Endi 3 ga ko'paytiramiz. Endi farqli qilamiz-ku, har safar ham 2 ga ko'paytirmaymiz-ku. Xo'sh, 3 ga ko'paytirsak shunda 3x teng minus 12 bo'ladi. Endi x ni topmoqchi bo'lsak, minus 12 ni 3 ga bo'lsak x teng minus 4 chiqadi. Bunisida x teng 1 deymiz. Endi 3 ga ko'paytiruvdik-ku boya. Endi 4 ga ko'paytiramiz. 4x teng 4 deymiz. Osongina, ha? Bunisida x teng minus 10 deymiz. Endi 5 ga ko'paytiramiz ikkala tomonni. 5x teng minus 50. Tushundik-a? Bularni yechsak, ana shular chiqadi. Bu eng oson usul. Aslida xohlaganday qiyinroq tuzish mumkin edi. Endi eng sodda usul nima ko'rsatdim. 7-sinf algebra, bir noma'lum bilan chiziqli tenglamalar mavzusi, 100-bet 11-mashq. Telegramdagi kanalimiz adresi bu. Tenglamani yeching deyapti. Xo'sh, bu minus x bu tomonga plus bo'lib o'tsa, 2x ga x ni qo'shsak 3x bo'ladi. 9 bu tomonga minus bo'lib o'tadi. 15 dan 9 ni ayirsak 6. Ikkala tomonni 3 ga bo'lib yuborsak, x teng 2 bo'ladi. Bunisi minus 6 3x bu tomonga o'tkazsak, ikkalasi qo'shiladida 2x bo'ladi. Buchi 23 bu tomonga minus bo'lib o'tsa, 17 dan 23 ni ayirsak minus 6. Endi ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborsak, x teng minus 3 bo'ladi. Bu yerda y ayrilgan, bu 2 dan 1 yarim degani. Demak 0.5 y. Ayirsak 0.5 y teng 0 bo'ladi. Ikkala tomonni 0.5 ga bo'lib yuborsak, y teng 0 bo'ladi. Ya'ni faqat 0 ni bunga ko'paytirsakkina 0 chiqadi. Xo'sh, bu yerda 11x bu tomonga o'tkazsak plus bo'ladi. Demak 11 dan bitta x ni ayirsak 10x qoladi. 14 bu tomonga o'tkazsak minus bo'lib o'tadi. 19 dan 14 ni ayirsak 5 qolar ekan. Demak ikkala tomonni 10 ga bo'lib yuborsak x teng 0.5 bo'lardi. Xo'sh, bunisi minus 1.6 x ni bu tomonga o'tkazsak plus bo'lib o'tadi. Qo'shilganda 2.4 x bo'ladi. 14 bu tomonga minus bo'lib o'tadi. 2 dan 14 ni ayirsak minus 12. Demak ikkala tomonni 2.4 ga bo'lib yuborsak x teng minus 5 bo'ladi. Minus 5 ni bunga ko'paytirsak ana shu chiqishi kerak. Endi 6 x dan 4 x ni ayirsak 3x teng 0 bo'ladi. Minus 3x, demak minus 3 ga bo'lib yuborganimizda x teng 0 bo'ladi. Xo'sh, bu yerda minus 3x bu tomonga o'tkazsak plus bo'ladi, 3,5x bo'ladi chap tomonda. 11 bu tomonga minus bo'lib o'tsa, 4 dan 7 ni 11 ni ayirsak minus 7. Xo'sh, ikkala tomonni 3,5 ga bo'lib yuborsak x teng minus 2 bo'ladi. Xo'sh, 8-si. Buni bu tomonga o'tkazsak plus bo'lib o'tadi va qo'shganimizda 3 dan 4 bo'ladi, to'g'rimi? Chunki 3 dan 3 da bu 1 ku bu. 3 dan 4 bo'ladi. Bu 1 bilan 3 dan 4x teng bu 1 bu tomonga plus bo'lib o'tsa 16 bo'ladi. Endi 4 bilan 16 ni ikki tomonni 4 ga bo'lib yuborganimizda bu yerda 4 qoladi. Keyin 3 ga ko'paytirsak x teng 4 kara 3 12 bo'ladi. Tushundingmi? Bu yerda 1 qoladi, esingizdami? Demak, ya'ni x o'zi qoladi demoqchiman. 7-sinf algebra, bir noma'lum bilan chiziqli tenglamalar mavzusi, 100-bet 13-mashq. Telegramdagi kanalimiz adresi bu. Tenglamani yeching deyapti. Xo'sh, bu yerda qavs tashlab yuborsak bo'ladi, chunki oldida hech qanaqa ishora yo'q. Demak 7x minus 24 minus 11x teng 16. Endi 7x dan 11x ni ayirsak minus 4x bo'ladi. Minus 24 bu tomonga plus bo'lib o'tadi. Demak 24 ga 16 ni qo'shsak 40 bo'ladi. Ikkala tomonni minus 4 ga bo'lib yuborsak x teng minus 10 bo'ladi. Ikkinchisi, demak bu yerda minus bor, qavsni ochamiz. Demak 2.1x minus 12 minus 3x. E'tibor bering, ikkalasi ham minus bo'ldi. Teng minus x.
Endi ana bu minus x bu tomonga o'tkazsak plus x bo'lib o'tadi. Shunda ana bu minus 2 bo'lib qoladi. Ya'ni bittasi ketadi. To'g'rimi? Plyusku bu. Endi 2x bo'lsa, bu 2 butundan 1 x dan 2x ni ayirsak 0 butundan 1 x qoladi. Endi bu 12 ni bu tomonga o'tkazsak 12 bo'ladi. Ikkala tomonni 10 ga ko'paytirib yuborsak x teng 120 bo'ladi. Xo'sh, 0.6x bu tomonga o'tkazsak minus bo'lib o'tadi. Ayirganimizda 0.2x teng minus 0.7 qoladi, to'g'rimi? Endi ikkala tomonni 10 ga ko'paytirib yuborsak 2x teng minus 7 bo'ladi. Ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborsak x teng minus 3,5 bo'ladi. Xo'sh, bunda qavsni ochamiz. Chap tomonni o'zi 4x minus 9 teng 3 kira 2 6x 3 kira 5 15 ana. Endi 4x ni bu tomonga o'tkazsak 2x teng buni endi bu tomonga o'tkazsak 15 dan 9 ni ayirsak 6. Ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborsak x teng 3 bo'ladi. Xo'sh, bu qavsni ochaylik o'ng tomonni, chap tomonni o'zi bu 7x minus 7 kira 4 28. Xo'sh, 7x bu tomonga minus bo'lib o'tadi. 21 dan 7 ni ayirsak 14x teng bu 14 bu tomonga minus bo'lib o'tsa, ikkalasi ham manfiy qo'shilsa minus 42. Ikkala tomonni 14 ga bo'lib yuborsa, x teng minus 3 bo'ladi. Xo'sh, 6-si. O'ng chap tomon tursin, o'ng tomon qavsni ochsak, xo'sh, 3 kira 3 9x, 3 kira 8 24. Endi 6x bu tomonga minus bo'lib o'tadi. 9 dan 6 ni ayirsak 3x teng. Endi buni bu tomonga o'tkazamiz. 15 dan 24 ni ayirsak minus 9. Ikkala tomonni 3 ga bo'lib yuborsak, demak x teng minus 3 bo'ladi. 7-sinf algebra, bir noma'lum bilan chiziqli tenglamalar mavzusi, 100-bet 15-mashq. Telegramdagi kanalimiz adresi bu. Tenglamani ildizga ega emasligini ko'rsating deyapti. Xo'sh, endi chap tomoni shunday tursin, 36 plus 4x. O'ng tomonda 13x dan 9x ni ayirsak 4x qoladi. Demak, 11 ga 24 ni qo'shsak 35. To'g'rimi? Endi qarang. Chap tomonda ham, o'ng tomonda ham 4x bor. Ikkala tomondan bir xil narsalar bo'lsa tashlab yuborsak bo'ladi. Shunda 36 bu tomonda 35 qoladi. Bular teng emas, to'g'rimi? 36 teng emas 35. Agar noto'g'ri tenglik hosil bo'lsa, bu degani tenglama ildizga ega emas degani. Ya'ni x tegishli bo'sh to'plam. Tushundingmi? Demak, noto'g'ri tenglik hosil bo'lsa, tenglama ildizga ega bo'lmaydi. Davom etamiz. Ikkinchisi, demak, chap tomonni ixchamlaylik. 10x dan 7x ni ayirsak 3x minus 19 ni o'zi ekan, minus 19. O'ng tomondachi? Xo'sh, x ga 6x ni qo'ysak 7, 7 dan 4 ni ayirsak 3x. Xo'sh, minus 15 plus 13 minus 2 bo'ladi. Endi ikkala tomonda ham 3x bor, to'g'rimi? Tashlab yuborsak, chap tomonda minus 19, o'ng tomonda minus 2 bo'ladi. Bu ikkalasi teng emas, to'g'rimi? Noto'g'ri tenglik hosil bo'ldi. Noto'g'ri tenglik hosil bo'lsa, demak, tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Bo'sh to'plam ildizga ega emas. Xo'sh, uchinchisi, tenglamani ikkala tomonni 40 ga ko'paytirib yuboramiz. Demak, bu yerda 40 ga ko'paytirganimizda har biriga ko'paytiriladi. 40 ga ko'paytirganimizda, demak, qisqaradi 5 bilan 8 qoladi. 8 kira x 8x bu minus 1 kira 8 8 bo'ladi. Bu yerga ko'paytirganimizda 40 da 8 bilan qisqarsa 5 qoladi. 5 kira 3x 15x, 5 kira 1 5. Teng 40 ga ko'paytirganimizda 40 lar qisqarib ketadi. Buni o'zi qoladi. 23x minus 17. Endi ixchamlaylik. 8x ga 15x ni qo'shsak 23x minus 8 minus 5 minus 13 bo'ladi. O'ng tomoni shuni o'zi 23x minus 17, to'g'rimi? Endi ikkala tomonda ham 23x bor. Ikkala tomonda bir xil narsa bo'lsa tashlab yuborsa bo'ladi. Yoki ana bu tomonga o'tkazganda minus bo'lib o'tadi, 0 bo'ladi. Farqi yo'q, nima deb o'ylasangiz ham bir xil natija. Demak, shunda minus 13, bu yerda minus 17 qoladi. Bu ikkalasi teng emas endi. To'g'rimi? Noto'g'ri tenglik hosil bo'ldi. Noto'g'ri tenglik hosil bo'lsa, demak, yechimga ega bo'lmaydi. Ana shunday yoziladi bu. Ildizga ega emas deyiladi. Bu bo'sh to'plamga tegishli bo'sh to'plam. Ya'ni birorta qiymatida bu tenglik qanoatlantirilmaydi.
Xo'sh, 4-inchisi ikkala tomonni 15 ga ko'paytiramiz. Buni har biriga ko'paytiramiz. Demak, 15 ko'paytirganimizda 15 bilan 15 qisqarsa, buni o'zi qoladi. 17x minus 6. Buni 15 ga ko'paytirganimizda 3 bilan qisqarsa 5 qoladi. Ko'paytiramiz. Bu yerda minusga e'tibor bering. Bu minus 5 kara x, demak minus 5x. Minus 5 kara minus 5, minus 25. Tushundik-a? Teng, buni demak 15 ga ko'paytirganda 5 bilan qisqarsa 3 qoladi. 3 kara 4 12x, 3 kara 3 9. Endi 17x dan 5x ni ayirsak yozamiz 12x. Minus 6 minus 25 nima bo'ladi? Minus 31 bo'ladi. Teng, bu 12x plus 9. Endi ikkala tomonda ham 12x bor. Ikkala tomonda 12x ni tashlab yuboramizda. Shunda minus 31 bu tomonda 9 teng emas, ha? Demak, noto'g'ri tenglik hosil bo'ldi. Bu degani ildizga ega emas degani. Demak, x tegishli bo'sh to'plam. Ya'ni birorta qiymatida bu tenglama to'g'ri tenglik hosil bo'lmaydi. Obuna bo'lamiz, like bosamiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosamiz va Telegram kanaliga a'zo bo'lamiz.